Men kichkina shaharchada yashardim. O'sha paytda O'rta G'arbning yashashga eng zerikarli joyi sifatida mashhur bo'lgan. Lekin bu joy menga yoqardi. Men uchun so'nggi shov-shuv xabarlar ham ahamiyatsiz edi. Ochiq maydondan 1 daqiqalik yo'l uzoqda yashayman. Bu yerda fikrlarimni jamlash uchun 15 daqiqa sayr qilardim. O'tgan yozda bir kuni Oskar nomli kuchugimni sayrga olib chiqdim. Odatdagidek erta tongda chiqqanman. Lekin bugun 15 metrcha uzoqlikda joylashgan hovuz bor edi. Tikanli simlar bilan o'ralgan. Atrofidagi qalin butalar e'tiborimni tortdi. Ya'ni u joydan shitirlagan ovozni eshitdim. Nima ekanligini bilish uchun to'xtadim. Yana daraxt soyasida kimningdir turganligini ko'rdim. Bu harakatlanmasdan to'g'ri menga qarab turgandi. Hayron qoldim va biroz asabiylashdim. Xuddi hech narsani ko'rmagandek sayrni davom ettirishga qaror qildim. Odatda telefondan musiqa qo'yib yurardim, lekin bu g'alati hodisadan so'ng bunday qilishga qo'lim bormadi. Bu odam orqamdan ta'qib qilishi mumkin deb o'yladim. Yana 15 daqiqa atrofida yurgach, yo'lim tugadi. Endi qaytmoqchi bo'lganimda uzun bo'yli bir odamning butalar orasida yurganligini sezib qoldim. Uzoqroqda bo'lgani sababli aniq aytish qiyin, lekin 30 yosh atrofidagi odam va katta gavdali edi. Men kuchugim bilan biroz vaqt o'ynashga qaror qildik. Ichimdagi tuyg'u u yerga borish yaxshi fikr emasligini aytayotgandek bo'lsa ham, haligi joyda kimdir bormikin tekshirishga qaror qildim. Kuchugimni chaqirdim va zanjirni qayta bog'ladim. Maydonchadan endi chiqar yo'lda kuchugim meni torta boshladi va boshida aytgan butalar orasini, ya'ni odam turgan joyni hidlay boshladi. Men zanjirni tortdim va kuchugimni chaqirdim. U qarshilik ko'rsatdi. Odatda bunday ishlarni qilmasdi. Mening jahlim chiqib, bo'ynidagi ipdan tortmoqchi bo'lganimda boyagi odam turgan joyga qaradim. Va to'siq orqasida ko'k kiyimning bir parchasi ko'rinib turgandi, ya'ni hovuz tomonda. Ehtiyotkorlik bilan to'siqdan o'tdim va tekshirishga harakat qildim. Bu joyni aytish men uchun qiyin. Chunki bir tarafdan bir jinoyatni ochgan bo'lsam, ikkinchi tarafdan bir oilada judolikning guvohi bo'ldim. Yana bir tarafdan juda hayajonlangan edim. U yerda yosh qizning murdasi yotardi. Yuzlarining barcha joyi ko'kargan, bilaklari ham jarohatlangandi. Bo'yni ostidan qon oqib turardi. Ko'zlari ko'kargandi, xuddi uzoq vaqt yig'lagandek. Unga nima bo'lganligini tasavvur ham qila olmadim. Politsiyaga qo'ng'iroq qildim va darvoza yonida o'tirdim. 8 daqiqacha kutdim, lekin bir umrlik vaqtdek sezildi. Uning o'lganligini aniq bilardim. Politsiya xodimi menga savollar bera boshladi. Boyagi odam haqida esimda nima bo'lsa barchasini aytib berdim. Hammasini aytib berayotganimda kuchugim xuddi yupatayotgandek harakat qilardi. Bir haftadan keyin gazetada o'qib qoldim. Megan nomli 12 yoshli qiz ekan. Mening uyimga yaqin joyda turar ekan. Uni o'ldirishidan oldin jinsiy zo'ravonlik ishlatilgan. Tinimsiz 3 oy qidiruvdan so'ng mening noaniq ma'lumotlarimga to'g'ri keladigan odam topilmadi. Shundan so'ng bir necha marta odamlarning shubhali qarashlarini sezib qoldim. Bunga hatto chidolmasdim. Iltimos, hamma narsaga e'tibor bilan qarashni unutmang va o'zingizni asrang. Mening fikr-xayolim faqat o'sha qizaloq haqida edi.